Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz kesarovadan keyin o'zi tug'ish mumkinmi? Dolzarb savol. Kesarova bo'lgan ayol yana homilador bo'lsa, o'zi tug'a oladimi? Bu savol ko'plab ayollarni qiziqtiradi, chunki qayta kesarova bo'lish ular uchun ham oson emas. Xo'p, kelinglar ushbu savolga to'liqroq bayonot beraman. Qisqa qilib javob: ha, mumkin, lekin har doim ham emas. Hammasi tibbiy holatlarga bog'liq hisoblanadi. Qachon o'zi tug'ish mumkin? Bachadon chandig'i sog'lom bo'lsa, homila boshi bilan pastga qaragan bo'lsa, homiladorlik oralig'i 2 yil va undan ortiq bo'lsa, oldingi sabablar qaytalanmagan holatlarda tug'ish mumkin hisoblanadi. Bunda bachadon chandig'i nima uchun muhim? UZI bilan baholanadi. Yupqa chandiq yorilish xavfi yuqori ekanligini bildiradi. Bemorda og'riq va noqulaylik belgilari ogohlantiruvchi hisoblanadi. Qachon o'zi tug'ish mumkin emas? Birinchidan, dastlab bachadon yorilishi bo'lgan holatlarda, 2 va undan ortiq kesarova bo'lganda, katta homiladorliklarda, yo'ldosh chandiq ustida joylashgan holatlarda, ayolning asosiy shikoyatlari qorin pastida og'riq, nafas qisishi, xavotir va qo'rquv, harakatda noqulaylik. Kuzatuv va davolash taktikasi. Bunda bemor doimiy UZI nazoratida bo'lishi kerak. Shifokor nazoratida bo'lish va tug'ruq faqat shifoxonada o'tkazilishi kerak. Xulosa qilib aytganda, kesarovadan keyin o'zi tug'ish mumkin, lekin har bir holat individual baholanadi. Ona va bola xavfsizligi birinchi o'rinda. Yana mavzular qiziq bo'lsa, izohlarda yozdirib qoling. Men hammasiga javob berishni boshlayman. Hurmat bilan, ginekolog Hilola.